endi bugungi o'yindan xulosa chiqarmaymiz. O'zi qabul qilgandan keyin o'zi albatta ko'p o'yladik. Variantlar ham oldi, nima qilamiz, qanaqa qilamiz, lekin Namangan 2 yildan beri bizlar ham xohishini bildirib o'shanga qaror keldim. O'zimizdagi o'shani xursand qilganini yaxshi bo'ldi. Namangan bilasizlar, futbolda yaxshi ko'rishadi. Namanganni shu variantdan ishonch ko'radi. Namangan futbol uchun harakat qilamiz. Savollar ko'p, lekin umuman olganda har bir futbolchi maydonda yaxshi harakat qildi. Albatta xatolar bo'ldi. Endi albatta bunga raqib jamoa ham xato qilishga ulgurdi, lekin o'ylaymanki o'yin yana kuchayadi. Xatolar bor, ustidan ishlaymiz. Eng asosiy g'alaba qozondik. Hamshirlarni to'g'rilaymiz. Ular ham boshqa bolalar ham bilamiz qaysi darajadagi futbolchi. Endi o'yin ko'rdilarini qiyin uchrashuvdi. O'shaning uchun kimdir qanaqa maydonga chiqishi, o'yinga kirishib ketishi balkim qanaqa to'sqinlar bo'lishi mumkin. Yana ro'za paytidamiz, bilasizlar. O'shaning uchun o'ziga yarasha baribir kamchiliklar, qiyinchiliklar bor, lekin unga qaramasdan yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Har bir futbolchi maydonda yaxshi harakat qildi, borini berdi. Eng muhimi shu. Eng muhimi g'alaba. O'shaning uchun zaxiramiz bor. O'shaning uchun har doim rotatsiya qilib o'yinga yana kuchayamiz. Chunki bir-biriga munosib futbolchilarimiz har biri ko'p. Bilasizlar, har doim yuqori maqsadlar uchun kurashadi. O'shaning uchun hech nima o'zgarmaydi. Va hozirgi kunda o'ylaymanki, oldimizga eng yuqori vasiyatga o'shanga harakat qilamiz. Temur aka, Vodiyning kuchli jamoasi ham birishuvda g'alaba qozondi va Neftyambekda. Va bu yil Vodiy jamoalari uchalasi ham chempionlik uchun kurashishini muxlislar gapiryapti va bu futbolchilarga qo'shimcha motivatsiya bersa kerak. O'zbekistonda eng yaxshi bo'lish va Vodiyda ham eng yaxshi bo'lishni. Endi ko'ryapsizlar, yildan yilga baribir futbol kuchayapti, jamoalar ham kuchayapti, vazifalar ham o'ziga yarasha kuchayapti. O'shaning uchun nafaqat Vodiy, o'ylayman, har bir jamoa maqsadi bor. Vodiydan tashqari boshqa jamoalar ham, kuchli jamoalar bor. O'shaning uchun oson o'yinlar bo'lmaydi. Yilda oxirida bilinadi kim qaysi, chunki yo'l uzoq, bu birinchi tur. Mavsum endi boshlandi, o'shaning uchun o'yinlar ko'p. Kim stabil oxirigacha borsa, o'sha albatta oxirida yuqori pog'onani oladi. Endi bilasizlar, o'zi yaqinda qo'shildi, o'shaning uchun hali formasini optimal darajaga kelgani yo'q. O'shaning uchun oldimizdagi o'yinlarda albatta foydalanamiz. Bundan tashqari zaxiramizda yana yaxshi futbolchilarimiz bor. Albatta bitta o'yinda hammani tushirish imkoniyati yo'q, lekin o'yinlarimiz ko'p, o'shaning uchun har biriga imkoniyat bo'ladi. Bir-birini to'ldirish uchun jamoa uchun yaxshi. Sog'lik bo'lsa, katta rahmat. Sog' bo'lasizlar.